Bilasiz, prezidentimiz eng katta insoniylik prinsipini alohida o'rin qo'yadi. Hech kim norozi bo'lmasin bu yurtda. Sizning xatongiz birinchidan sug'oriladigan joyga hujjat qilmasdan chala qilib qurilish qilgansizlar. Sug'oriladigan joyni toifasini o'zgartirish hozir viloyat hokimining ham vakolati yo'q. Shu men bugun ko'rib, to'g'risi rosa ijrochilarda ham jahlim chiqdi. Lekin bu noinsoflar mana bu biroz maslahat qilganda bizlar sizga naraton shuni qilib, keyin buni olib tashlaveraylik. Ertaga ertalab sizlar boringlar, Bahodir o'zing bor, kadastr olib bor, fermerdan topib, janjal bilan hech narsa bitmaydi. Yurakdan siz yana bitta narsani biling. Sizni xatongiz hujjat qilmaganingiz. Qonunni buzganingiz, bu qonun buzilsa hech kimni qo'llay olmaydi. Qonun baribir qonunda, o'pi bilasizmi? O'zingiz mana aytyapsiz-ku, qamalib chiqdim. Keyin 229 bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib javobgar bo'ldi degani bu yerda o'zboshimchalik egallangani tasdiqlandi degani. Ertaga mana yigitlar yuboraman. Sizga bir qonuniy joy topamiz, auksiondan o'zingizga qilamiz, opa, shoshilmasdan bir 10-15 kun, 20 kun ketar, bir oy ketar mana hozir oldimizda qish ham bor. Uyingizda o'z materiallari ham hamma narsa bor ekan. Ular olamiz, leshnisini topilmagan topamiz-da, chiroyli qilib, vatan qilib, sizda ham ertaga egalik huquqi bo'ladigan, bir meros qoldiradigan, farzandlar bilan bemalol yashaydigan. Qilsak bo'ladimi shunday yordam bersak? Qilsak bo'ladi. Yordam beramiz, hech qanday masala yo'q. Sizni ijtimoiy himoyalardan ham ko'p yordam berilgan ekan. Bayramgacha borib qo'l tashlashib, xudo xolasa, bizda tez kattaroq quruvchi qo'yamiz-da, tez ko'tartiramiz, xudo xolasa bilinmaganda mana uyingiz buzilib ketgani ham sezilmaydigan qilamiz-da. Shunga kayfiyat buzmaysiz. Nasib opa, Absalom aka, sog'lig'i ham borku, doktorga aytibsiz borku, mana to'g'rilating tez. Qolgan bir gap bo'ladi. Janjal bilan, shu kelishmovchilik bilan hech narsa. Siz shu bugundan shunday kesib yuboring, ko'rmaganda bo'lib keting. Agar chuqur qishloqlarda ketmandok 2 katman ursangiz, gulda yer, to'g'rimi? Yer bergansiz, Makka ekdik. Ana bug'doy oldik. Mana Makkaga yer berdik, ekdingizmi Makka? Ekdik ha. Ekib mol bormi mol? Molimiz yo'q, haloldan ishlasangiz yo'q. Bor edi oldin. Xudo xolasa zo'r qilamiz. Hozir mana akani ham davlatamiz. Mana qizlaringiz bor ekan. Ular ham borku, psixologik yomon ta'sir qiladi. Ertaga psixologlar ham qo'yib, bitgandan keyin borib, qizlaringiz bilan bir ko'rishib, Xudo xolasa bayramga to'yga to'yana bo'ladi prezidentimizdan. Xo'pmi? Shu yurtboshimizning umrlari uzoq bo'lsin avvalo. Bizday muhtojlarning yuzini yorug' qilib, elning oldida mana shunday doimo yuzimizni yorug' qilib yuring nasib bo'lsa. Allohim yuzingizga nur bag'ishlasin, ishingizga rivojlasin. Alloh